Shukr qilay, yashab shunday zamonlarda menga vatan, shu muqaddas tuprog'im bor. Qatron tog'i qiyalagan tomonlarda ko'chalarin men changitgan qishlog'im bor. Odamlari bilimga o'ch, o'qir yotib, bu ularga qalb tubidan kelgan xitob. O'zi yupun qolsa hamki, to'nin sotib bolasiga olib berar yangi kitob. Ustozlar shunaqa bir haligi bir salohiyatli insonlar ediki, ular shunaqa bir chiroyli dars o'tib, o'quvchilar diqqatini olib, shu fanga bo'lgan, ilmga bo'lgan qiziqishlarini orttirishda juda katta bir bizga maktab bo'lgan. Bu maktabdan necha olimi fuzolar, fan kandidatlari, doktorlar yetishib chiqqan. Qolaversa, yozuvchimiz, bolalar yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev mana shu maktabda ta'lim olib, shu maktabda ma'lum bir muddat faoliyatim. Osiyoning gavhari deb atalmish Farg'ona viloyatida so'lim ko'shalar talaygina. Qurama tog'larining etagida joylashgan Nursug' qishlog'i shulardan biridir. Shu mashhur Nursug' qishlog'ining mashhur maktabi bugun 100 yoshga to'ldi. Bu ilm dargohi qishloqning ma'naviy boyligi, uning kechagi kuni va albatta kelajagi hamdir. Bir asr. Bu oddiy vaqt oralig'i emas, balki minglab bolalik xotiralari, ustozlar zahmati va shogirdlar orzulari bilan yo'g'rilgan tarixdir. 100 yil davomida maktab Nursug'ning nurli qo'rg'oniga aylandi. U qishloq farzandlarini ilk qadamlardanoq ilmu ma'rifatga yetakladi. Yo'l ko'rsatdi, katta hayot ostonasiga kuzatdi. Parvozga tayyorlangan qushlardek qanot qoqqan avlodlar esa orzu umidlar sari dadil qadam tashladilar. Mana shu maskanda, shu maktabda ta'lim olib, shu maktabni tamomlaganman. Maktabni tamomlab, Farg'ona davlat pedagogika universitetiga, fizika fakultetiga o'qishga kirib, 72-yili o'quv yurtini tamomlaganman. Va shu yildan boshlab shu maktabimizga fizika fani o'qituvchisi etib ishga tayinlanganman. Mana shu maktabni tashkil etishda juda ko'p ustozlarimiz maktabni bazasini yaxshilashda, ilmini yaxshilashda juda ko'p xizmat qilishgan. Mana shu maktabni tamomlagan avvalambor xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev mana shu maktabda o'qishgan va shu yerda ishlashgan. Shuningdek, Qo'chqorali Boyqo'ziyev professor, bu kishi mana shu butun Nursug', nafaqat Nursug' xalqi, balki tumanimiz, viloyatimizda matematiklarni yetishib chiqishida juda katta sa'y-harakatlar bor. Mana qator ustozimizdan qator shogirdlar chiqib, ular hozir fan doktorlari, professor, fan nomzodlari, mana endi hozirgi kunda falsafa fanlari doktor deb atalyapti. Ana shunday ilmiy darajaga ega bo'lishyapti. Ma'rifatparvar bobomiz dunyo imoratining ustuni maktabdir deganlarda eng haq gapni aytishgandi. Chunki har qanday inson eng avvalo ana shu qutlug' dargohda xat savod o'rganadi. Ilm bog'idan suv ichib, o'zining kelajagiga poydevor qo'yadi. Shu bois har bir ongli shaxs
o'zining hayotida erishgan barcha yutuqlari uchun o'qigan maktabidan, o'qitgan birinchi ustozlaridan minnatdor bo'lishi kerak. 1987 yil shu maktabning 1-sinfiga qabul qilindim. Maktabda o'qir ekanman, o'qituvchilarim bergan ta'lim-tarbiya tufayli o'qituvchilik kasbini tanladim hamda o'ta kasb bo'lganligi sababli. 1999-yil maktabni tamomladim-da, Qo'qon davlat pedagogika institutining tarix huquq fakultetiga o'qishga kirdim. O'qishni 2003-yilda tamomladim, u maktabim tomon oshiqdim. Shu maktabda men hozirda 22 yildan buyon tarix huquq fanidan dars berib kelaman. O'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishda hech ham charchamayman. Maktabimiz bu yil 100 yillikni nishonlaydi. 100 yillik to'yida mana shu maktabda o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berayotganligimdan juda ham xursandman. Nursug' qishlog'i qadimdan ilmga tashna, ma'rifatga oshno bo'lgan insonlar kamol topgan yurt sifatida dovruq qozongan. Sevimli adibimiz Abdulla Qahhor yoshligining ko'p qismi shu qishloqda o'tganini mamnuniyat bilan eslagan. Akademik shoirimiz G'ofur G'ulom bu sermanzara maskanga tez-tez tashrif buyurib, uning ma'rifatli va shinavanda kishilari bilan suhbat qurishni yaxshi ko'rar ekan. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, 1920-yillarda Abduhalil Yaminov ismli kishi shu hududda ilk bor maktab ochgan va bolalarga yerga to'shalgan bo'yraga o'tirgancha hijjalab harf o'rgatgan. Biroq huquqiy moddiy asoslarga ega bo'lmaganligi tufayli maktab tarqatib yuboriladi va nihoyat 1924-yilning oxiriga kelib, savodxonlik inson hayotini tubdan o'zgartirishini anglab yetgan tabarruk insonlardan biri Nasriddin Eshbotirov xayrli ishga qo'l urib, qishloqda bolalarni o'qitishni boshlagan. Shunday qilib, 1925-yil Nasriddin Eshbotirov tashabbusi bilan To'ng'ich maktabga asos solinadi. O'zbekiston tumani tashkil topgan 1926-yilda Respublika o'qituvchilarining birinchi syezdi bo'lib o'tadi. Syezdda maktab ma'rif ishini rivojlantirish vazifasi ilgari surilgan. Bunga javoban 1927-yili hozirgi Nursug' mahallasida dastlabki 4 xonali maktab binosi qurishga kirishilgan va u 1928-yil rasman ishga tushirilgan. 1935-yilda birinchi marta 7 yillik ushbu maktabni bitirib chiqqan yoshlar ishtirokida o'ziga xos ajoyib bayram bo'lib ketganligini nursug'liklarning keksa vakillari juda yaxshi eslashadi. O'sha yili bitirgan aksariyat bobolarimiz aksariyat o'qituvchi bo'lishgan. Ular ilmli bo'lgan. Hammalari ham shu nafaqat bizda maktabda, qo'shni maktablarga ham borib, shu dars ilm berishgan. Birinchi martaba keyin 50-yili Xudayqulov Abduvahhab ustozimiz shu maktabni umumiy o'rta ta'lim maktabiga aylantirishga sababchi bo'lishgan. Birinchi martaba 53-yili shu maktabni birinchi bitiruvchilari bitirib chiqqan. Ana shu bitiruvchilarning aksariyat deyarli barchalari oliy ma'lumotli bo'lishgan. Xususan shu sinfni birinchi bitirib chiqqan o'quvchilardan 5 nafarlari turli joylarda maktab direktori lavozimida ishlashgan. 7 yillik maktabning birinchi bitiruvchi o'quvchilari orasida Abdufattoh Halilov, Aliboy Nurmatov, Abduqahhor Otaboyev, Murodali Po'latov, Ne'matjon Halilov, Sobirjon Qahhorov va boshqalar bor edi. Shu tariqa maktab hayoti uzoq, ancha qiyin va murakkab yo'lni bosib o'tdi. Ikkinchi jahon urushi yillarida ayniqsa og'ir bo'ldi. Maktabni bitirib chiqqan o'quvchilarning va ishlab turgan o'qituvchilarning ko'pchiligi urushga safarbar qilindi. Urushdan keyingi tiklanish davrlari ham oson kechmagan. Maktabning 1948-yilgi pasportida quyidagi raqamlar bor. 13 ta sinfga 398 nafar o'quvchi jalb qilingan. Biror nafar ham oliy ma'lumotli o'qituvchi bo'lmagan. 15 nafar pedagog xodimlardan 9 tasi ma'lumoti o'rtadan past, 4 tasi o'rta maxsus va 2 nafarigina to'liqsiz oliy ma'lumotga ega bo'lgan. Bilim dargohi uchun 1950-yil muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Maktabga Abduvahhab Xudayqulov direktor etib tayinlangach, bilim dargohi o'quvchilariga yetuklik attestati berish huquqini beradigan o'rta maktabga aylantirildi. O'sha kezlarda Nursug' qishlog'idan tashqari Rabqon, Yangi qishloq,
Karimdevona, Oqmachit, Islom va hattoki Chilajiyda qishloqlarda maktab bo'lmaganligi sababli bolalar shu maktabga kelib o'qirdilar. 1952-1953 yillarda maktab tarixida muhim voqea. Birinchi marotaba 51 nafar yigit-qiz o'rta ma'lumot haqidagi yetuklik attestatiga ega bo'ldilar. Birinchi qaldirg'ochlar ichida nafaqat yetuk oliy ma'lumotli kadrlar, shuningdek maktab direktori lavozimida ishlab, xalqimizning hurmatiga sazovor bo'lgan To'xtasin Tillaboyev, Dadajon Otajonov, Yigitali Otaqulov, Ibrohim Otajonov kabi ilmli insonlar bor edi. Nursuhliklar maktabni maktab qilgan, ko'plab kadrlarni yetishtirib chiqarishga sababchi bo'lgan Abdurahmon Madumarovning nuroniy chehrasini, To'ychiboy Shermatovning samimiyligi va talabchanligini, Abduvahob Xudoyqulovning ma'rifatparvarligini, G'ofirjon Boratovning tinib tinchimasligini, To'xtasin Tillaboyevning mahoratini, Dadajon Otajonovning tashkilotchiligini, Solijon Nisormatovning iqtidorini sharaf va iftixor bilan eslaydilar. Ushbu ziyo maskani o'quvchilari orasidan ham juda ko'plab el tanigan insonlar, olimlar va shoirlar yetishib chiqdi. Jumladan O'zbekiston Respublikasi xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev, professor Qo'chqorboy Boyqo'ziyev, Anvarjon Erkaboyev, Nasimbek Rahimov, Muqimjon Ibrohimov, Jaloliddin Nasriddinov kabi insonlar shular jumlasidandir. Bizning maktabimiz juda katta tarixga ega. Bu maktabdan juda katta buyuk shaxslar yetishib chiqqan, olimlar, shoirlar, yozuvchilar, shifokorlar yetishib chiqqan. Yozuvchimiz, bolalar yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev mana shu maktabda ta'lim olib, shu maktabda ma'lum bir muddat faoliyat ham olib borishgan. Men mana shunday maktabda ta'lim berayotganimdan faxrlanaman. Hozirgi kunda ham ilm maskani o'zining an'ana va qadriyatlariga sodiq qolgan holda yangi O'zbekiston yoshlariga sifatli ta'lim berib kelmoqda. Matlubaxon Xolmatova rahbarligidagi pedagogik jamoa 3-renessans o'quvchilarini munosib tarbiyalashmoqda. Biz avvalambor bizdan oldingi ishlagan ulug' ustozlarimizdan, murabbiylarimizdan an'anasini shular davom ettirgan yaxshi tajribalarni o'z davrimizda davom ettirib yaxshi bir natijalarga erishdik. Hozirgi kunga kelib mana maktabga rahbarlik qilib turgan Matlubaxon Xolmatova va mana shu Xolmatova rahbarligida ishlayotgan pedagogik jamoa o'sha bizlarni va bizdan oldingi ustozlarimizni yaxshi an'analarni davom ettirib, yaxshi natijalar bilan o'quvchilarni o'qishga kirishi bilan, fan olimpiadaga qatnashishi bilan, turli sertifikatlarni olishi bilan tumanimizda salmoqli o'rinda turishibdi. Men bilim olish uchun 2-maktabga ilk qadamni qo'yganman. Tajribali ustozlarimga havas qilib, ustozlik kasbini egallab, 35 yildirki shu maktabda faoliyat olib boraman. Hozirgi kunda rahbarlik lavozimida ishlab, 2-maktab mavqeini nafaqat tumanda, viloyatda, respublikada o'z mavqeini saqlab qolish maqsadida butun jamoa bilan faoliyat olib bormoqdamiz. Hozirgi kunda yutuqlarimiz juda ham ko'p. Mehnat qilishdan tolmaymiz. 100 yillik tarixga ega ushbu maktabda ona vatanni sevadigan, ona maktabini hamda ustozlarini qadrlaydigan, zamonaviy ilm-fan yutuqlarini puxta o'zlashtirgan yangi avlod vakillari kamolga yetmoqda. Ha, vaqt daryosi to'xtamay oqadi. Biroq ana shu muqaddas maskan va uning bag'rida butun umrini farzandlar tarbiyasiga bag'ishlagan ustoz murabbiylar o'z sharafli burchini ado etishdan hech qachon charchashmaydi. Bu davrlar ichida sado bergan sehrli qo'ng'iroqlar yangi avlodlarni bilim yo'liga chorlayveradi. Men 1967-yili O'zbekiston rayonidagi 2-maktabni tamomlaganman. Shundan so'ng Farg'ona davlat pedagogika institutining fizika fakultetida tahsil oldim. Sankt-Peterburg shahridagi dunyoga mashhur fizika texnika institutida aspiranturada, so'ngra doktoranturada bo'ldim. Muvaffaqiyatli yakunlab ilmiy ishlarni yana Farg'onaga qaytdim. Hozirgi kunda Farg'ona davlat texnika universitetida professor lavozimida ishlamoqdaman.
mening bu darajadagi erishimga mana shu 2-maktabdagi ajoyib fidokor pedagoglarimizdan chuqur bilimlar oldim. Shu bilimlar menga mana shu darajaga yetib kelishimda juda katta rol o'ynadi. Men hozirgi mana shu kunda maktabimizning 100 yillik yubileyi bilan barcha maktabdoshlarimizni, butun Nursug' xalqini chin ko'ngildan tabriklayman. Biz baxtli insonmiz deb hisoblayman. Chunki bizni mana shu kelajagimizni belgilagan ajoyib, nihoyatda mehnatkash, kamtarona o'qituvchilarimizni doimo esda tutaman. Ularning oxiratlari obod bo'lsin. Endi kelgusida hozir mana shu Nursug' xalqidan yana shu ilmga chatqoq yoshlar yetishib chiqishini juda istayman. Xalqimizga cheksiz minnatdorlik izhor qilgan holda yoshlarga omad tilayman. Mani birinchi ustozim O'zbekiston Fanlar akademiyasining akademik Jo'raqul aka Sattar bo'ladilar. Ko'p holatlarda uslubiy yordamlarini men hech qachon esdan chiqarmayman. Prezidentimiz shu yoshlarga juda ham katta yo'l berishdi, juda ham katta bir yo'nalish berishdi. Odam ustoz bo'lishdan ko'ra ko'proq yoshlarga shogirdga tushib qolishga ham to'g'ri kelyapti, chunki yoshlar juda ham kuchli bo'lib ketdi. Ustoz tinmasdan o'z ustida ishlash kerak. Har taraflama yetuk bo'lish kerak. Ilm sohasi, madaniyat masalasi, dunyoviy ilmlarni to'liq va bo'lib o'rganaman deb 24 soat ishlashga to'g'ri keladi. 1991 yil O'zbekiston tumani Furqat nomli 2-o'rta ta'lim maktabining 1-sinfiga o'qishga kirib, 2001 yil shu maktabning 11-sinfini yakunlab, oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirib, hozirda O'zbekiston Taekwondo VTF assotsiatsiyasining viloyat federatsiyalari bilan ishlash bo'limi boshlig'i, Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universitetning professor lavozimida faoliyatimni davom ettiryapman. Albatta hayotda o'z yo'limni topishda, o'z o'rnimga ega bo'lishda ustozlarning o'rni juda ham beqiyos. Ustozlarimiz uchun hamisha qo'limiz ko'ksimizda, boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz. 2022-yilda O'zbekiston tumanidagi 2-umumiy o'rta ta'lim maktabini oltin medal bilan tamomlaganman. Bugungi kunda o'qishimni Farg'ona davlat universitetida davom ettirmoqdaman. Bunday yutuqlarga erishishimda ustozlarimning mehnati, sabr-toqati muhim o'rin tutganini faxr bilan ta'kidlamoqchiman. Har bir muvaffaqiyatim ortida ustozlarimning o'z kasbiga bo'lgan sadoqati, bilimga bo'lgan muhabbati va biz shogirdlariga bo'lgan mehri mujassamdir. Ushbu qutlug' ustoz va murabbiylar kuni hamda Jonajon maktabimizning 100 yilligi bilan barcha ustozlarni chin dildan samimiy muborakbod etaman. 100 marta birinchi qo'ng'iroq chalib, mehrini beminnat uzatgan dargoh. Minglab farzandlarni bag'riga olib, yana katta yo'lga kuzatgan dargoh. Bu ulug' maskanni toleyi baland ma'rifat gullaydi ostonasida. Quchog'ida qaynar iqtidor, talant, ta'lim unar ko'ngil koshonasida. Bu ulug' dargohda o'chmasin olov, ziyolar taratsin yana 1000 chorak. Bugun chor tarafdan yog'ilur qutlov. Maktabim 100 yillik to'ying muborak, tog'larga tenglashgan bo'ying muborak.